Assalomu alaykum do'stlar. Hozir sizlarga bir video qo'yib beraman. Mana bu videoni ko'ring va izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Via Marakandi guruhidagi Aziza nima uchun bunday qildi? Ishonasizmi, shu konsertlarda turganimda bor-ku, xijolat bo'lamanki, nimadan mana xalq kelib konsertlarda men bilan rasmga tushsa bor-ku, iloji boricha uni oldida turishga-da. Bu Aziza xijolat bo'lib qolmasin, men bilan hech kim rasmga tushmayapti degan shu joyini sahnada ashula aytayotganimda shu joygacha harakat qilaman-da. Mana shunaqa olib ketishga, yo'q, xalq bu yoq tarafga, o'ng tarafga qarab ketib qolmasin. Bitta menga bu yolg'iz qolib ketib qolmasin. Men shu tomonlarini ham o'ylayman-da, hattoki shu tomonlarigacha har bir narsasini o'ylayapman-da hozirgi paytda. Sizga ko'proq mas'uliyat bo'ladi, javobgarlik bo'ladi. Kimdir farzandi uchun ham bo'lsa, keyin borayotgan xizmatingizdagi insonlarning xizmatini ham chiroyli o'tab ketish uchun ham ana shu tomonlama. Ana endi sizga keldik, Azizaxon. Men tashlab chiqim kelyapti. Bunaqa hurmatsizlikni hayotda ko'rmaganman. Tushunmadimmi? Menimcha, Via Marakandi faqat siz bilan qoladi shekilli. Abdurashid, uzr bu gap uchun. O'zi niyatim ham yo'q emas. O'zi niyatim bor edi, avvaldan bor edi. Bu niyatim Via Marakandda o'zim qilaman ijodni, muxlislarim bor, ko'z tegmasin. Qilaman deyman, lekin shu bizani oynajahon orqali ko'chada ko'rganda ba'zi ikkita deb ko'rishganda, men shu narsani-chi hech aniq qila olmayman-da. Qo'rquv bosadimi, qanaqadir o'zimga nisbatan ishonchim kamayib ketadimi? Lekin mana hozirgi vaziyatda bilmayman. Ertaga hamma narsani o'zgartirib qo'yishim mumkin-da. Kameraga qarab turib faqat uzr so'rashdan boshqa iloji yo'q. Sir so'raymiz. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Bir xil Instagramlarda ko'rasiz, PR deydi-ku. Bu PR bo'lmadi. PR bo'lmadi, haqiqiysi bo'ldi-da. Mana haqiqiy original PR mana shunaqa bo'lar ekan-da. Bunaqasi ko'rsatuvimizda birinchi marta bo'lishi rostdan bu PR emas. Hozir menga ham juda ham yoqimsiz holat Abdurashidga va bularning avvalgi prodyuserlari Javlon Shodmonovga bo'lgan hurmat yuzasidan men mana shu yerda kulib o'tiribman va Abdurashid ham bizga bo'lgan hurmat saqlab qolgan hollarda o'tiribdilar shu yerda. Qizimiz qaysidir gapimiz yoqmagani uchun, mana to'g'risini aytaylik, nima qilamiz Abdurashid? Qaysidir gapimiz ma'qul kelmagani uchun chiqdilar, studiyani tark etdilar. Qarshilik yo'q. Biz hech kimni majburlab mehmonga olib kelmaganmiz.